Tashahhudning oxirida salom berishdan oldin aytiladigan duolar haqida. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozlarida har turli duolar bilan, goh unisi bilan, goh bunisi bilan duo qilar edilar. Va namoz o'quvchiga ushbu duolardan xohlaganini qilishga izn berganlar. Avvalo, qa'dada o'tirganda tashahhud duosi o'qiladi, ya'ni at-tahiyyat o'qiladi. So'ng salovat aytiladi, ya'ni barchamizga ma'lum bo'lgan namozdagi salovat. So'ng to ikki tomonga salom berilguncha quyidagi duolar o'qiladi. Birinchi, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan: "Ya Rasululloh, menga bir duo o'rgating. U bilan namozimda duo qilay", deb so'raganida u zot: "Allohumma